Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Yaxshimisiz? Hammangiz yaxshi yuribsizlarmi? Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida yashovchi Yo'ldoshev Oygul bo'laman. Nafaqadagi o'qituvchiman. 30 yil ishlab, hech qanday ko'zdan shikoyatim yo'q edi. 3 yil bo'ldi, ko'zimda bir g'ubor paydo bo'ldi. Davolanayotgandim, lekin hech qanday bir sezilarli nafini sezmasdim. Yaqinda internetda ana shu kristal dorisini ko'rib, uning foydalarini o'qib, qiziqib qolib oldim. Bir kurs davolandim. Yaxshi natijaga erishdim. Shuning uchun yana bir kurs olmoqchiman. Mendan tez-tez xabar olib, ahvolimni so'rab, tushuntirib turishdi. Feruza degan doktor qizim, unga juda katta rahmat aytaman. Ishlariga rivoj tilayman. Kristal dori vositasi juda ham foydali ekan.